Assalomu alaykum, hurmatli Xo'sh bozorchi kanalining ashaddiy obunachilari. Xudo xolasa mana uzoq tanaffusdan keyin yana mana o'zimizni xalqimizni bir manfaatli video bo'ladigan maqsadda yana mana ijodni boshladik. Xudo xolasa mana bugun hurmatli obunachilar Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahridan maxsus video tayyorlamoqdamiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Albatta, yangilar kommentariyada o'z fikrlaringizni, mulohazalaringizni yozib qoldirsalaringiz, bundan keyin qanaqa videolar, qanaqa narx-navolar bo'yicha video ko'rishni xohlasalaringiz, albatta o'shani fikringizni yozib qoldirishlaringiz mumkin. Qani keling Bijon, xudo xolasa mana bugun ko'pchilik musofirda yurgan aka-ukalarimiz soqqani soqqaga urib, pulni qilib, O'zbekistonga kelib, nima qilsam ekan, nima biznes qilsam ekan degan akalarimiz yoki opalarimiz uchun maxsus video bo'lyapti. Albatta bittadan laykni bosib ichkariga kiramiz mana. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Keling aka, shu mikrofonni taqib qo'yaylik. Mana hurmatli obunachilar, Kattaqo'rg'on shahridan birinchi qo'l Optima aka. Optima aka, 12 ta viloyatga dastavkalarimiz bor. 12 ta viloyatga dastavkalar bor. Toshkentda skladlarimiz bor. Hamma skladlar bor. Hozirgi kunda 8 tadan ortiq do'kon bilan ishlaymiz. 8 tadan ortiq do'konlar. 8 ta. Masalan, bir xillaga o'xshab 20 ta, 30 ta deb aytmaylik, 8 tadan ortiq do'kon bilan. Borni aytamiz deysiz. Shunaqa. Yaxshi aka. Qarang aka, endi hozir bular bilan bitta tanishtirsangiz aka, hozir biz nimalar, qanaqa nimalar o'shani bitta tanishtirsangiz aka. Non mahsulotlari ishlab chiqarish uchun, xo'p, ko'rsalar bo'ladi. 2 patnosli pechli 40-60 razmerdan o'sha kichkinaroq biznes qilmoqchi bo'lganlar uchun, xo'p, uy sharoitida yoki bir qanaqadir professionalniy pechlar bular. Uy sharoitida pitsalarga ham ketaveradi. Pitsa pech ham bo'laveradi. Gazda, tokda ishlaydigan, ham propanda ishlaydigan variantlari bor. Gaz yoki tok yo'q bo'lgan taqdirda ham propan balon keyin divizorlarda qo'yib ishlatsa bo'ladi. Garantiyalari bor. 1 yildan 5 yilgacha beramiz. 1 yildan 5 yilgacha. Bularni samodelka variantlari ham O'zbekistonda hozir ko'paygan, lekin bular hammasi Xitoydan olib kelinadi. Uni samodelkasi, Xitoydagi farqlarini tushuntirib, hop, samodelkani olsa qanaqa bo'ladi, zavodskoyda olsa qanaqa bo'ladi, tushuntirib ko'rsatib beramiz. Shunday. Endi bu yerda har xil turdagi, har xil hajmdagi pechlar bor aka. Shunaqa. Buxanka nonlar uchun, pishiriqlar uchun. Mana sezon nasib bo'lsa, o'sha avgust oyidan keyin tort sezonlari keladi, pishiriq sezonlari uchun aslida o'sha ko'p sotiladi bo'ladi. Bu yerda meshalkalarimiz aka. Bular hop, mana buxanka nonlar uchun, xamirlar uchun qilinadi asosan. 10 kilodan boshlab 50-100 kilogacha bor bo'ladi. 100 kilolik meshalkalargacha bor. Shunaqa bor. Hop, bular spiralni deyiladi, spiral meshalkalar deyiladi. Hop, bularning afzalligi ular yarim soatda tayyorlaydigan xamirni bular 10 minut, 15 minutda tayyorlab beradi. Aslida pitsalar uchun bular. Bular pitsalar uchun. Pitsalar uchun, keyin professional, universalni, ya'ni tanlamaydi. Nonga ham, pitsaga ham ketaveradi. Endi arzonroq variant bo'ladigan bo'lsa, u variantlar sal arzonroq boshlanishga ular arzon. Oddiyroq xamirlar uchun bo'lsin. Vakuum apparatlarimiz ham bor ekan. Vakuum apparatlar ham bor. Xo'p, assortiment hozir ozgina qolgan, lekin sklatimizda upakovkada turadi. Asosan bu yer Kattaqo'rg'ondagi sklatimiz asosan sklat vazifasi. Veterina asosida Samarqandda, Toshkentda assortiment kattaroq. Endi asosiy sklat bu yerda. Asosiy bu yerda. Tovarchiga tushadi. Tovar upakovka bo'lib, qolgan o'sha sentrlarga chiqib ketadi. Bo'ldi, tushundim. Bu yerdagi tovarlar aka, bu nima aka mana bu? Xo'p, bular o'sha xamirlarni grammlab o'lchab beradi, o'zini anosi bor. Xohlagan grammizda, ya'ni quyib beradi patnoslarga. Rushnoy, ya'ni dozatorlar deyiladi, shunaqa. Xo'p, unisi popkorn, amerikanskiy popkorn qilish uchun kerak bo'ladi. Ya'ni popkornni yaxshi tayyorlash uchun, xo'p, bu yerda ya'ni tuxum qorish uchun zbivalkalar italyanskiy, Xitoydagi har xilchalaridan bor bu yerda. Xo'p, termizlarimiz ham bor ekan. Bor ham. Marmida idishlar ham bor. O'sha ovqatlarni restoranlarga, mana hozir shvedskiy stollarga ko'pincha tayyor qilib, ovqatni o'zini holatida issiqlaydi. Issiq saqlab turadi. Aynib qolmaydigan yoki ta'mini o'zgartirmaslik uchun marmida idishlar deyiladi bular. Kerak bo'ladi har xilcha ular bilan ko'rishingiz mumkin. Restoran biznesi uchun shunaqa. Gaz plitalar ham bor. Xo'p, bu yoqda. O'sha 2 taligi, 3 taligi, 4 ta, 8 ta, 10 ta xohlagan razmerlaringizda turetskiy xohlasanglar o'zimiz razmer asosida chiqarib ham beraveramiz. O'zlari. Shunaqa. Pod zakaz bo'lib, Shunaqa, tokli, gazli har xilchasidan bor. Keyin aka nimalari qanaqa bo'ladi? To'lovlar, o'sha haqida ham bir ma'lumot To'lovlari naqd, pertislarni bank orqali kredit bo'lib to'lashlar bank orqali bo'ladi. Bank orqali. Bank orqali ham kredit qilsa ham bo'ladi.
Перечисление ham bor, и naq naqd tarzda. to'lov qilsak bo'ladi. qilsa Tovarni bo'ladi. qabul qilib, Aha. keyin to'lov qilsalar ham bo'ladi. Ha, tovarni ko'rib, qabul qilib, bizga murojaat qilib, yani o'sha tovarni qabul qilib olganlaridan keyin ustanobga qilib bergandan keyin to'lov qiladilar. to'lov qilsa O'tirgan bo'ladi. joylarda, o'tirgan joylarda zakaz qilinadi. Mhm. Tovarni qanday tanlaymiz? Masalan, biz uzoqroq viloyatda bizni deganlar uchun Telegramdan bizga tashlab beramiz. Ko'radilar, ma'qul bo'lsa, xuddi o'sha tovar tanlagan tovarlarini ustanobga qilib yetkazib bergandan keyin to'lovni o'sha vaqtda to'lov qilaveradi. To'lov amalga oshiriladi. Shunaqa. Mana hurmatli obunachilar, ya'ni 12 ta viloyatga ham bor. 12 ta viloyatga ham bor. Qayerda bo'lsa qayerda bemalol hakaz qilib yoki o'zlari kelib ko'rib olib ketsa bo'ladi. Boshqa xizmatlari ham bor. Dastlabki xizmatlari boshqa viloyatlarga ham, davlatlarga ham chiqarib beraveramiz. Mana hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha tanishtirdik bu yerda. Ya'ni bu magazinimizning bir qismi bu. Assortiment juda ham katta. Ya'ni albatta siz kelib o'zingizga yoqqan tovarni topishingiz mumkin. Endi ikkinchi magazinga o'tamiz. U yerdagi tovarlar bilan tanishib o'tamiz aka. Ha, Ketdik. Mana hurmatli obunachilar, mana ikkinchi magazinimizga ham keldik. Hozir xudo xolasa akamiz qo'ldan kelgancha bu yerdagi mahsulotlar bilan ham tanishib o'tamiz aka. ha, aka. Keling. Hop. Qayerdan boshlaymiz? Bu yerdan, chetdan. Shu yerdan boshlasa ham bo'ladi. Xo'p, restoran, ya'ni nima edi? Qassobxonalar uchun misorobkalar bilan 3 fazada ishlaydi. Kattalari 3 faza. 1 tonnadan boshlab, ya'ni 10 kilogacha bo'lgan, ya'ni go'shtlarni bemalol o'tkazayotgan har xilcha anolari bor. Maydalab beradi. Modellari bor bizada. Modellari bor. Aha. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Ya'ni 380, 220 da, ishlayotgan variantlari ham 3 faza ham ishlaydigan nimasi bu. Xohlagan turdagi, xohlagan hajmdagi albatta mana bu yoqlarni ham ko'rsatib o'ting bitta operator. Mana bu taraflarni ham ko'rsating. Ya'ni assortiment juda ham katta. Endi bu taraflarni ko'rsataylik. Keling bu yoq. Bu taraflarni ham ko'rsataylik. Xo'p, bularni ko'rsanglar bo'ladi, o'sha 10 litrdan boshlab 50 litrgacha bo'ladi. Yaxna ichimliklar uchun, masalan, muhitlarni hozir ximikat qilib tayyorlasanglar ham bo'ladi, tabiiy yo'l bilan muhitlarni uvitib, filtrlab, shu sok axlatительlarni ichiga solib qo'ysanglar, ya'ni yaxna ichimlik o'tgan qaytgan odamlar uchun yo'l ustlariga, stolovoylarga, hozir restoranlarga ko'pchilik olinyapti. Odam gavjum joyning savdosi zo'r bo'ladi. Hozir sezonida, hozir ayni sezonida to'g'ri. Keyin mana bu yerda go'sht piralarimiz ham bor ekan aka. Go'shtda ya'ni suyaklarni keyin o'sha maydalab beradigan. Hurmatli obunachilar, assortiment juda ham katta. Bemalol kelib, hop, o'sha kokteyl apparatlar ham bor bu yerda. Popkorn apparatlar bu tarafda. Popkorn. Generatorlar ham. Generatorlar ham bor ham. Bu hop, ayni Power firmasiniki. Hop, buni o'sha anonsi aslonoy dilleri Dubaydan o'zimiz promo olib kelamiz. Xitoy bilan Dubay savmestni ishlagan. Hammasi. Lekin buni o'zimiz Dubaydan olib kelganmiz. Dubaydan kirib kelgan. Shunaqa. Haqiqatan ham hop. Asarda, ya'ni keyin bu yoqda mana frezerlar hozir ayniqsa hozirgi kunda juda ham sezoni boshlandi aka frezerlar. O'sha bilan bir tanishtirib o'taylik aka frezerlar bilan. Marojniy apparatlarni mana ko'rsanglar bo'ladi. O'sha har xilchalari bor. 220, 380 da ishlayotgan variantlari bor bularni. Xo'p, ko'pchilik 220 yaxshimi, 380 yaxshimi desa, agar mablag', tok masalasida muammo bo'lmasa, 380 qo'ygani yaxshi. Kuchliroq bo'ladi. Kuchliroq, chunki havo isishi bor bizda. O'zbekistonda havo bilasiz 50-60 gradusgacha ham chiqib ketadi. Issiq yozda shunaqa. Shunaqa vaqtlarda yaxlatib bera olmay qolishi mumkin 220 lar. 220. Agar o'sha mijozlarni, masalan, deylik, toki lekin anolari bo'ladigan bo'lsa, muammo bo'lmasa, undan ham 380 boshlanishi bo'lsa ham 380 ga olganlari yaxshi. Agar 380 tok yo'q, mana bozorlarning ichiga bizga talab qiladilar, o'sha 380 umuman iloji yo'q. O'sha 220 ni yaxshilaridan bormi desa, bor. Ularni ham 1.8, 2.2, 2.8 kilovatliklari bor. Ular ham yaxshi chiqarib beradi. Puliga yarasha, obyomiga mos qilingan. Xo'p, ulardan ham tavsiya qilamiz. Hammasi yaxshi apparatlar, o'zimiz itib, ustanobga qilib, bo'ldi. Birinchi marta umrlarida qilayotgan bo'lsalar ham, borib o'rgatib, tushuntirib beramiz, nasib bo'lsa ishlatib ketaveradilar. Mana bu zapchastlarda muammo yo'q, hammasini nasib bor, bor. Zapchastlarda muammo yo'q. Zapchast 2-3 yilda bir almashtiriladi. Bular aka, endi yangi narsa endi bir almashmasa kerak, mana bu yerda ham. Sensorli variantlarimiz ham bor. Mana bular 220 ga ishlaydigan apparatlar, sensorli variantlar. Sensorlikning afzalligi sensor kuyib qolmaydi. Mana bunisini ko'rsang. Bu sensor o'zi. Bu sensorli bu. Xo'p, sensorligining afzalligi tok ko'payib ketib qolsa, avtomatik o'zini o'zi o'chiradi. Tok pasayib ketsa ham avtomatik o'zini o'zi o'chiradi. Shu funksiyasi bor shunaqa. Ko'p frezerlarda, masalan, deylik, shinik muzlab qolish degan narsa bor. Gradusda mijoz masalan bilmasdan yaxlatib qo'ysa, mana bu narsa qotib qolib,
sinib ketadi, ichidagi motor kuyib qolishi mumkin. Ha, chiqarmay qoladi, Ha, ha, shunaqa. Bularda shu motor nagruska bo'lganda avtomatik o'zini o'zi to'xtatadi. Ha, Ya'ni birinchi marta olgan odamlar uchun juda ham zo'r variant. zo'r variant. Sifatli har tomonlama zapchastlari bor, sensorlari ham bor bizada. Uncha-munchaga buni urib sindirib qo'ymasalar, nasib bo'lsa ancha vaqt xizmat qiladi. Qancha vaqtga xizmat qiladi? Sinovdan o'tgan apparatlar. O'zimiz yetkazib 2025 pachkalardan yetkazib beramiz. Bulardan, yangilarida. Shunaqa. Morojniy chiqarishlari juda ham zo'r. Hop, bular o'zi aslida Xitoyda ishlab chiqariladi. Ko'pchilik zavod deydi, hammasi zavod bular. Zavoddan keladi. Zavodi bitta. O'zbekistonda 99% odam Xitoydan olib keladi. Xitoydan. O'zi hamma joyda o'zi Xitoy, mahsuloti yo'q. Xitoyda faqat yaxshilar bor, o'shanga qarab Shunaqa. biz sifatlarini ko'rsatib tushuntirib beramiz. Nasib bo'lsa, o'zimiz qaysidan olishni maslahat beramiz. Albatta, nimasiga qarab, imkoniyatiga qarab o'zlaringiz ham tavsiyalar bera olasizlar. Shunaqa. Hop, fast foodga oid bu tarafda ham bor, mana ko'rsalar. Fast food hozir agar mabodo kimdir shaurmaxona ochaman deyishi mumkin yoki hotdogxona ochaman deyishi mumkin, bu yerda mana ko'rsalar o'sha blenderlar, hop, fast foodlar, mana bular stekni, ya'ni o'sha Go'shtni. McDonald'slarda aslida ishlatiladi, o'sha ko'pchilik stekni masalan bir xil qolipda, keyin o'sha pishirish jarayonida yoyilib ketmasligiga ta'minlab beradi mana bu narsa. Gamburgerlar uchun solinadigan nimada? Xohlagan razmerda bor, mana ko'rsalar bo'ladi. Katta qismi. Hop, mana vaflenitsalar bor, o'sha morojniyga ustiga morojniy qo'yib, mana klubnika, banan, hozirgi juda ommalashyapti shu narsa. Shunaqa. Hop, mana shaurma apparatlar, tosterlar, Shaurma apparatlar har xil, tokka, gazga hammasi bor. Shunaqa. 2 talik, 3 talik, 4 talik, 5 talikgacha bor. Hop, bularning robot variantlari ham bor, ularni ham zakazga olib kelib beramiz. O'zi avtomatik o'zi kesadi, aytgan vaqtingizda shunaqa. Hop, tosterlarning o'sha razmerlari bor, har xilchalardan o'sha 16 lik, 20 lik modellari bor. Razmerlariga qarab bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Mana. Frutinitsalar o'sha ko'rishlaringiz mumkin. Ha, bular mana bu frey, tovuq go'sht pishirish uchun xohlagan narsani pishirsangiz bo'ladi. Yog'da. Yog'da pishadigan xohlagan narsani pishirsangiz bo'ladi. Endi sal obyomi kattaroq bo'lsin deganlar uchun har xil razmerlardan ham bor. Bu yerda katta razmerlar ham bor. Shunaqa. 25-30 litrliklardan bor. Mana. Hurmatli obunachilar, nima deymiz? Assortiment juda ham katta. Bu yerda hozir ichkarida skladlari ham bor ekan, o'zim ko'rdim. O'shani bitta ko'rsataylik aka. Skladni ham ko'rsatamiz. Sklad chunki shtobi kimdir ishonmasligi mumkin-da aka. Birinchi qo'l deyishga, bular ham masalan kimlardir olib sotyapti deyishi mumkin. Yo'q, hurmatli obunachilar. Birinchi qo'l Kattaqo'rg'on shahrida mana bu yoqda mana hozirda o'ziga mana klientlarimizga yetkazib beryapmiz. Bu yoqda mumkin. Ha. Bu yoqda nimalari ichkarida mana sklad. Hammasi nimalarda, poddonlarda, upakovkalarda. Hozir o'sha oxirgilarini o'zi sotib bo'ldi, morojniy apparatlarni ham. Ha, frezerlarda. Ha, morojniy apparatlarni. Xo'p, mana bular KFC apparatlar, filtrli, filtrsiz har xilchalardan bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana yaqinroq olib kelsangiz, ichkarida mana. Bemalol hurmatli obunachilar ko'rishlaringiz mumkin. Assortiment juda katta. Xamir qoradigan mishalkalar berdi. Mishalkalar. Bular hammasi promoy konteynerda Xitoydan keladi. O'zimizga promoy keladi. O'zimiz uchun zavod bilan shartnomamiz bor. Xuddi siz mijoz bo'lsangiz, siz menga ishonib olsangiz, men Xitoydan saralab olib keltiramiz. O'zimiz shuning uchun qanaqadir defekt chiqadigan bo'lsa, avvalo defekt chiqmaydi, o'zimiz tekshirib olinadi. Bizga yuboriladigan tovarlar har bitta testdan o'tadi, tamojniyalardan o'tadi. Keyin bizga keladi. Ular ham masalan, to'fta tovarlarni o'tkazmaydi. Talabga javob bermasa, O'zbekiston o'ziga kirgizmaydi unaqa tovarlarni. Yo'q, lekin mana upakovkalari ham mana mustahkamlangan. Mana ko'rsangiz bo'ladi, hech qanaqa O'zbekistonda ishlab chiqarilmagan. Assortiment. Hurmatli obunachilar, juda ham katta assortiment mana. Мясорубкаlar, холодильникlar bemalol. Keyin qanaqadir hamkorlikda ishlaymiz deganlar uchunchi aka. Hamkorligini optimga beramiz. Zotan o'zi bizani filial ko'pligiga inobatga olsak, hamma joyga anonlarimiz bor. O'sha yetadi, ha? Yetadi. Xuddi shuni. Odamlarga qulaylik ham arzonlik bo'lishi uchun o'zimiz hamma joydan ochganimizda bitta telefon qilib bizga zakaz qilsalar, optim qilib, ha? Optim qilib beramiz. Endi hozir bu joylaringiz mana bittasi mana eng glavniysi Kattaqo'rg'onda. Shunaqa. Samarqand shahrida ham bor. Samarqandda ham do'konimiz bor. Siz Samarqandda do'kon bor. Do'kon bor. Mana hurmatli obunachilar, agar sizga mabodo Kattaqo'rg'on zoli qiladigan bo'lsa, Samarqanddagi joylarni ham, do'konlarni nomerlarini yozib qoldiramiz. Bemalol aloqa qilib. Navoiyda ham bor, keyin Navoiyda ham bor. Toshkentda ham bor. Toshkentda ham filiallari bor. Bemalol siz aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bu malades. Misol uchun mana Kattaqo'rg'on o'zimizning Samarqand yigitlari mana shunday sharoitlarni yaratib qo'yibdi.
gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatimiz, assortiment juda ham katta. Bemalol kelib, ya'ni ko'nglimdagi tovarni topalarmikanman degan savol bo'lmaydi sizda. Bemalol kelib, o'zingiz mana bu taraflarni ham ko'rsataylik. Bu yoqlarda ham haqiqatan ham tovar katta. Mana o'sha morojniy apparatlar 380 da ishlaydigan variantlari. Bular 380 da ishlaydigan. Bular 380 ishlaydi. Bu bitta partiyasi. Bitta partiya. Upakovkada. Mana shu yerda o'zida ham taxminan 30 taga yaqin frezer bor. Hozir 30 taga yaqin. 100 ta kelgan, o'shalardan 30 ta dona qoldi. Ha, bir partiyada 100 ta kelgan, o'shaning o'zi 70 tasi pashta sotib bo'lingan. Mana hurmatlar, mana yuqorilardan ko'rsatib oling, tovar juda ham ko'p. Mana pechkalarning assortimentini mana ko'rsangiz bo'ladi. Pechlar mana har xil turdagi pechlar. Gazli, tokli bir ketishda 108 ta buxanka nonni tayyorlab beradi. Bitta pishirishda. Shunaqa. Bularni ham o'zimiz itib, ishlatib, ustanobga qilib beramiz. Toklari tayyor bo'lsa bo'ldi faqat. Toklar tayyor bo'lsa bo'ldi. Ya'ni bular hammasi 380 ga. 380 da ishlaydi. 220 da ishlaydigan variantlari ham bor. 220 da ishlaydigan variantlar. Xuddi shunday akamiz aytganday, o'zingizni nimangizdan kelib chiqqan holatda, imkoniyatingizdan kelib chiqqan holatda xohlagan tovaringizni xarid qilsangiz bo'ladi. To'g'rimi aka? Shunaqa. Xo'p, mana xolodilniklar ham bor, restoranlar uchun. Ha, bu katta xolodilniklar o'zi. Shunaqa, ha. Minusovoy, bular 23 minusgacha yaxlatib beradi. Ha, xolodilnik и pasti morozinnik. Pastlari morozinnik. Shunaqa. Mana, endi bu hajmi katta bo'ladi bularni, endi nima olish maqsadi bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yoqda stol nimalar, endi bular spetsial restoranlar uchun endi bular. Restoranlar uchun razmer asosida tayyorlab beramiz. Ha, bular pod zakaz. Pod zakaz shunaqa. Nostandart razmerlar ko'pchilik talab qiladi. Aha. Mana ko'rishingiz mumkin o'sha. Nerjavik-a bular? Polni. Mana fast foodga tayyorlanib berilyapti. Hozir hop lenelari bor. Aha. Salatlar har xil o'zini nimalari turadi, mahsulotlari. Mahsulotlari. Nerjavik mana stollar ko'rsalar bo'ladi. Buni ham 304, 201 markalari bor. O'sha qorayib modellarga qolmaydi, rangi o'zgarib qolmaydi, sifati buzilmaydi. Shunga qarab narxlariga ozgina farq qiladi, lekin xohlagan razmerlarda chiqarib beraveramiz. Pod zakaz, xohlagan razmer chiqaveradi. Mana o'zimizda tayyor bo'laveradi. Bu yoqda. Ha. Mumkin. Bu taraflarni ham ko'rsataylik. Hop, rotatsionni pechni ham ko'rsatib o'taylik. Aha. Hop, mana hozir bu yerda upakovkada turibdi. Aha. Ko'rish yaqinroqni ko'rsalar bo'ladi. Gazda ham tokda ishlaydi. Bu katta pechmi bu? Katta pech. Aha. Katta pech o'sha arocha bilan kiritiladi. O'zimiz buni ham ustanobga qilib beramiz. Borganda ishlatib, mana ko'ryapsiz, upakovkada 2025 yili yangi. Ha, o'zi hali upakovkadan ochilmagan hali. Hali ochilmagan. Hali bir ikki narsalar ustanobga qilinadi, o'zini vechkalari bor tepasida. Ha, endi bu katta nimalar uchun, bu katta ob'yomlar uchun. Shunaqa. Bitta katta zdaniya ekanda bu yer. Shunaqaki. Katta zdaniya. O'zi ham o'zimni Xitoy zavodlariga tushgan nima qilib qoldim. Mana bular o'sha tovarlar Xitoydan keladigan, o'sha tuxum qoradigan tort mahsulotlari uchun kerak bo'ladi. Vitrina, xolodilniklar hammasi Xitoyniki bular. Yili yangi 2025. Bu vitrina xolodilniklar endi bular hammasi konditerskilar bular. Shunaqa konditerskiy restoranlar uchun ham, restoranlar uchun, kimga qanaqa, do'konlar uchun ham kerak bo'ladi. Do'konlar uchun, ha. Endi bular katta endi. Shunaqa. Razmer. Mana bu, haqiqatdan bu katta ekan razmerida. Mana, hurmatli obunachilar, bemalol magaziningiz uchun restoran bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Hurmatli obunachilar, yana bu yerda ham tovarlaringiz bor. Bu lag'mon apparatlar bular. Bular. Lag'mon apparatlar. Ya'ni lag'monni xamirini chiqarib beradimi? Shunaqa liniyasi. Ha, liniyasi. Umumiy xamirdan boshlab o'zi qiladi. Tayyor qilishdan boshlab liniyasi. Liniyasi. O'zimiz o'rgatib aniq beramiz. Tovarlarni ko'rishingiz mumkin. Birinchi qo'l nasib bo'lsa, o'sha yetkazib beraveramiz. Yana morojniy apparatlar bular. Har xil modellardan o'zi soni kam qolyapti. Soni kam. Bo'ldi, tushundim. Ha, bu yerda ham bir qismi turibdi-da endi. Bir qismi turibdi shunaqa. Bu yerda ham ancha tovar bor ekan.
Mana 2 eshikliklari har xilchalardan bor bu. Ha, shu xolodilniklarning ikkita eshiklilar. Shunaqa. Xolodilniklar ikkita eshiklilar. Bular endi nimaga 220 gami bular? Bular 220 da 220, ishlaydi. 220 o'zimizda oddiy rozetkalarda ishlaydi. Mana hurmatli obunachilar, bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Tovar juda ham katta. Hurmatli obunachilar, endi ko'pchilik o'ylashi mumkin, xo'p, bu narsani biz sotib oldik, ertaga bu narsaga servis bormi degan savol tug'ilishi mumkin-da aka. Shunaqa. O'shanga ham bitta javob berib o'tib ketaylik endi. Xo'p, morojniy apparatlarni hozir sezoni bo'lganligi uchun morojniy apparatlarning hamma zapchastlaridan bor, kerak bo'ladigan. Motoridan tortib hamma narsasi bor. Avvalo o'sha bitta apparat olsanglar, odatda biz 1 yil garantiya beramiz. Lekin garantiyadan tashqari yana agar sizlar yaxshi holatda ishlatsalar, bemalol 5 yilgacha zapchas qilish shart emas. 5 yilgacha zapchas qilish shart emas. Mabodo endi zapchas kimga kerak bo'ladi? 4-5 yildan keyin ishlatgan odamlar uchun kerak bo'ladi. O'sha sensorli frezerlarni mana ekranlarigacha olib qo'yganmiz. Ekranlargacha bor. Bor, ha, muammosi yo'q. Unisidan xavotir olmasanglar. Shunaqa. Mana hurmatli obunachilar, hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Zapchaslari mana bor. Bemalol aloqaga chiqib, ekranda nomerlar yozilgan bo'ladi. Mana yana ham bir marta ko'rsatib o'ting. Mana har xil turdagi mana ikkita magazin, ya'ni birinchi qo'l bemalol tovarlarni zakaz qilib, ekranlarda yozilgan nomerlarga aloqaga chiqib, aka. Shunaqa. Narxlarni chiroyli qilib berasiz. Narxlarni hamma joydan arzon qilib beramiz, chunki klient bizdan olgandan keyin boshqa joylar bilan solishtaganda qimmat bo'lib qolmasligi uchun. Qimmat bo'lmasligi uchun. Lekin o'sha olgan tovari talabga javob berishligi uchun. Bizda xo'p, qurt apparatlar, qurt liniyalari, xullas ko'chada nima ko'rsalar, do'konda nima ko'rsalar, o'sha narsani mana bu narsani ishlab chiqarmoqchiman deb bizlarga murojaat qilsalar, hamma tovarlari bor. Morojniy sezonmi, non sezonmi, farqi yo'q, hamma nima ishlab chiqarishga oid texnika bo'lsa, qurilishdan tashqari hamma narsa bor. Ayni bu nima oziq-ovqatga, oziq-ovqat nimasiga hamma nonlari bor. O'zimiz o'rgatib, tushuntirib ko'rsatib beramiz. Mana hurmatli obunachilar, hozir biz Katta Qurbon shahridagi Glavniy skladdan mana qo'ldan kelgancha video qilishga harakat qildik. Agar qanaqadir videoda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, ming bor uzr. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ekranlarda nomerlari yozilgan. Bemalol aloqaga chiqib, sizga qaysi uskuna sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ma'lumot olishlari mumkin aka. Shunaqa. Sog' bo'ling aka, siz uchun katta rahmat aka, shu ma'lumot berganingiz uchun. Hurmatli obunachilar, sog' bo'ling, omon bo'ling. Shu musofirda yurgan aka-ukalarimiz O'zbekistonga kelib nima ish qilsam bo'lar ekan degan akalarimizga shu videoni tashlab qo'yamiz. Bu yerda menimcha hamma narsa bor. Bemalol kelib o'zimizda soqqan ursangiz bo'ladi. Sog' bo'ling, omon bo'ling.